Assalomu alaykum. Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniy Chkalpdagi ishimizni bitirdik. Bu yerda Maqsud akaning uyida ishladik. Bu yerda 260 kvadrat stoyashka quydik. Stoyashkaning qalinligi 10 santidan yuqori bo'lmadi. Bordiyorimiz 48 metr bo'ldi. 48 metr bo'ldi. Bordiyorning balandligi 1.10 bo'ldi. Eni 25-30 bo'ldi bordiyor. Mana shu o'rgacha quydik. Keyin mana bu yerdan boshlab qo'ydik. Zabordan mana profillardan tamom bo'lgan yergacha. Tekislarga mana stoyashkamizdan qo'ygan. Bordiyorning to'g'riligi. Bu yerda 40 milyon 200 ming so'm pul ketdi. Klienka bilan yopib qo'ygan yerimiz. Akşam kechda qo'yilgan yer. Bu yoqdan azondan boshlab qo'ygan yerimiz. Tekislarga mana 40 milyon 200 ming so'm pul ketdi bu yerda. Qo'laq qisida ichinde. Setka, klienka, sement, sheben. Mana profillar qo'yilgan hamma narsa içinde 40 milyon 200 ming so'm pul ketdi. 260 kvadrat stoyashka, 48 metr bordiyor. Bordiyorning balandligi 1.10. Tuğla mana bordiyorimizning 283 xalta sement ketdi. Setka, klienka, qo'laq qisi hamma narsa ichinde.